boksdagi faoliyatini 1994-yildan boshlagan. U professional bokschi sifatida jami 39 ta jang o'tkazib, shulardan 38 tasida g'alaba qozongan. Artur Grigoryan bokschilik faoliyatini 2004-yilda yakunlagan. Keyinroq u Universum nomli promotorlik kompaniyasida yosh bokschilarni tayyorlash bilan shug'ullangan. O'zbekistonlik yana bir mashhur bokschi Ruslan Chagayev ham Arturning qo'l ostida tarbiyalangan. Sportchining shaxsiy hayoti haqida. Artur Grigoryan Olga ismli ayolga uylangan. Hozirda ularning 3 qiz, 1 o'g'il farzandlari bor. Artur Grigoryan sportchilik faoliyati davomida turli musobaqalarda qatnashib, bir necha medallarni qo'lga kiritgan. Bundan tashqari u jahon chempionati kumush medali sohibi hisoblanadi. Artur Grigoryan o'z vaqtida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvoni bilan taqdirlangan.